Selamünaleyküm kadrlı dostlar, kadrlı yurttaşlar. Bugünkü satıva çıkan Qaradanamız Urgenç City'de yangi doğumumuzda 3. qavatında joylashgan. Dokumenti 100% tayyor. Hem kvadrat metr 81 kvadrat metr ekan. Kvadrat metr 5 milyon so'mdan o'tacak bahası konkret bitadani qaytalardan yeri yo'q. Sizlar yurttuğunuzun doğumlarınızda ellərində balalar o'ynaydigan o'yingohlari farzandlaringiz uchun o'ynash sharoitlari yaratilgan. Kattalar uchun ham besedkalari, bo'yna dam o'tirmoqqa parkovочный messalari bor. Doğumlarınız ham chiroyli qurilgan, sifatidan ham gapsiz bo'lishi mumkin. Yo'laklar ham polni betonlar qo'yilgan. Zelyonli zonalardan ham ega. Beda bilasizlar, Urgench City'da o'zining bog'chasi, maktabi ham ega. Bog'chasi ham, maktabi ham отдельный kotelni ham qurilgan. Hurmatli vatandoshlar, qishda отопление o'zlaringiz yoqamanda bo'lib o'tirmaysizlar, o'zlari yoqib o'chiradilar. Zo'r mestada. Qani ketdik, kvartalimiz bilan danışıp o'tamiz. Ramazan'a yetib keldik. Hurmatli vatandoshlar, 3-qavatda joylashgan bir qavatda 3 xonadan sho'chiklar hammasi qo'yilgan ekan. Girish ishlari, ya'ni damir ishladan shu o'ng tarafimizdagi xonadonimiz girgandan keyin koridor, общий 3 xonali 81 kvadrat metrda joylashgan. Kvadrat metri 5 million so'mdan arzon narxda. Hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Mulkiyatini olib kelamiz, o'zlari bilan gaplashib, ko'rib, zalogini berib, dokumentini ham tekshirib notarizga geçishlarimiz mumkin. Bu tarafimiz hojatxonasi bo'ladi. Hojatxona отдельный, yuvinish отдельный qilingan hammasi. Kanalizatsiya montajlar bo'lgan, suv sho'chiklari ham bor. Hurmatli vatandoshlar, girish eshiklari ham oshkora qilingan, ajoyib sifatli xillardan qo'yilgan ishlar. Bu yerda perxoshka messalari, oyoq tiklari hamma stechkadan chiqqan. Bu tarafimiz esa oshxonamiz. Gaz sho'chiklar qo'yilgan, kanalizatsiya montajlari bo'lgan, vodoprovodlar ham gen, yan tarafda balkon kısmı var. Ayakçılar hem mesleşkeden çıkan. Tayyor, remonta tayyor xonadon. Dokumenti tayyor glavni. Bu tarafımız ise детский spalyaları 370 razmerlerde düşken. Hürmetli vatandaşlar, aynalara ark faramlarından koyulgan. Mustahkemet salg'allar joyimizni qurilishina gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafimiz 370'e 3,5 razmerda tushgan. Kattalar uchun spalniy qismi. Oyoq tiklarini ko'rib tapda gizalib stechkam qilganlar. Bu yonimizda esa yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi ham katta qolgan. Kanalizatsiya montajlari qilingan. Gaz, svet, suvdan problema yo'q. Hurmatli vatandoshlar, mesasi zo'r. Urgench City'da joylashgan 5 qavatli binoni 3-qavatında 3 xona 81 kvadrat metr bo'lgan kvartira. Birimiz esa 370'lar bor, eni uzunasi 590 razmerda tushgan, salkam 6 metr keng. Hayalari ark faramlarından mesa polajiyasi ham yaxshi, yonidan 3 mashina o'tib turibdi. Kvartiramizda bog'cha maktablar ham bor. Urgench City'mizni bilasizlar, o'zlari City uchun отдельный qurildi. Shu yerni xalq uchun. Kotelnisi ham отдельный. Bir yerda magazinlar, hech nimadan muammosi yo'q. Aeroport ham yaqin yerda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, glavniy narx ham arzon, ham dokument ham chiqqan. 5 million so'mdan kvadrat metr окончательный bitadan bahasi qaytadan yeri yo'q. Hurmatli vatandoshlar, to'g'ri zalogni berib notarizga yetishlaringiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Olib kelamiz, ko'rasizlar joyini, yoqadan bo'lsa zalogini beraverasizlar. Hurmatli vatandoshlar, kanallarımıza abone olib, like basıp, qo'llab quvvatlab tursanızlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi rolikda görüşünce xayrlab qolamiz.